Kentaur samodelniy drobilkalari kattasi va Xitoydagi bilan birga bir, lekin o'zimiz vodiyda ishlab chiqariladi. Bular 2025-yilda zo'r sotildi. Xudo xolasa 2026-yil kirib keldi. Hali ham sotuv to'xtagani yo'q. Biz ham narxlarda tushirishni to'xtaganimiz yo'q akalar. Narxi eng minimalning 2.3 million sotdik, eng oxirgisini. Endi maydalashib o'tirmasdan 2 million so'mdan beraveramiz. Soni juda ham ko'p, bemalol. Telefon qilib murojaat qilishga mumkin. Hop, bularda ma'lumotga keladigan bo'lsa, ma'lumot motordan boshlaymiz. Motorlari motor qaysi tomonda bo'ladi? Motorlar 5.5 kilovatli bo'ladi akalar. Ko'rishga mumkin. 5.5 kilovatli mana belkasi. 5.5 kilovat 2800 oborot bo'ladi. Hop, 1367 amper. Pul chatillari o'zini, kabellari hamma yog'i bor. Bu motorimiz usti mis bo'ladi, laka mis bo'ladi, ichi alyumin bo'ladi. Faqat lak yurg'izilgan bo'ladi. Shuni ko'chada misli motor deb sotishyapti. Yo'q, lekin usti mis ko'ringani bilan ichi alyumin bo'lish ehtimoli 98% akalar. Hop, hamma ham hozir rost gapirib sotgani yo'q. Shu ko'chada mis motor deb sotilib turgan motorlardan bo'ladi akalar. Xullas, motor 5.5 kilovatli, 3 kilovat tortadi. Belkasiga 5.5 yozilgan 3 kilovatli motor, 2800 oborot. Buni listlarini ko'rishlar mumkin. Listlari yangi qalin listdan qilingan. List sohasida, temir sohasida tushunadiganlar bo'lsa, qalin listdan qilingan bo'ladi. Boshdan oyoq. Bular tippalarida pichoqlarni ko'rishlar mumkin. Kuydirilgan germanskiy pichoqdan 14 ta qo'yilgan. Ko'rishlar mumkin. Pechatli germanskiy kuydirilgan pichoq 14 ta qo'yilgan. Sentrovkalari ham juda zo'r olingan akalar, vibratsiyasiz, qaltiramasa tiniq ishlab beradi. Pichoqlar mana qalin listga qotgan, nahabiy bas, lekin qalin listga qotgan. Balatkoy pichoqlari 6 ta bu tarafda. Mana 6 ta bu tarafda. Jami 26 ta pichoq, 12 ta balatkoy, 14 ta segmentli pichoq bo'ladi. Don uchun, suta uchun mana o'zini qoppog'i bor. Bemalol ishlatsalar bo'ladi. Hop, buni bunkerini kengligi 52 sm ga 52 sm bo'ladi. Bo'yi 1 sm bo'ladi. Xullas, bu drobilkalarimizni narxi 2 million so'mdan qilib beramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Manzilimiz Toshkent shahri Izzat bozorining oldida bo'ladi. Dastavkaga keladigan bo'lsa, dastavkamiz kelishilgan holda chiqarib bera olamiz. Vodiyga, Vohaga, viloyatlarga hamma joyga chiqarib bera olamiz. Faqat dastavkamiz pulli bo'ladi. Isuzu orqali chiqarib beramiz. Oldindan zaklat tashlasizlar yoki olib to'lab qo'yasizlar. Shunga qarab Isuzuga tashib chiqarib beramiz akalar. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlar